Assalomu alaykum qadrli baland tomoshabinlar, Nabijon Nurmatov Live kanaliga xush kelibsiz. Srochni layg'ish, ya'niki aksiya ketyapti. 35 gradus issiqda ko'ryapsizlar, shlyapada chiqdik. Chunki kun issiq. Bu layg'ishga kelayotgan bo'lsak, ikki razmerda qo'yilyapti. 14 balanti, 17 balanti. Endi uzunga kelayotgan bo'lsak, 38, 17. Ana bu apparatura kelayotgan bo'lsak, Kolxozobod yangi turmushda hamma joyga adresga jiradi. 5-brigadda buni ko'ryapsizlar, juda ham zo'r, yaxshi qo'yilyapti. Hozirgi paytda zamonaviy zamonga mos. Nimaga deganda, bir haftada 5000 ta 6000 ta g'ishingizni quyib berib, layg'ishni ketadi. Ya'ni pastdagi nomerlarga bemalol murojaat qilasiz, uyingizga borib bemalol quyib, ishingizni yengillashtirib qaytib kelayotgan insonlar. Faqat sizdan nima kerak? To'proq kerak, ya'niki suv kerak. Ustalarga kelayotgan bo'lsak, mana bunday ustalar o'tiribdi. Bu ustaning biri Sherali boy. Buni qanday bo'lyapti? Yaxshi. Men bugun toza formada bu cho'ta dam olish bo'lyapman. Bugun dam olyapti. Ha, bo'ladi. Ustalarning yagrim palon ustalar, mana ko'ryapsizlar. Mana ya'niki bu yerga kelsangiz, odamlar aytadi, "Mana apparatura silindr qisadi." Silindr kelib qisib, dammen o'zdiqman. Bunisi hozirgi anoda o'zdiq berayotgan kompressor deyiladi. Ya'ni munosibini ko'rsatib sizlarga, qanday usta to'proqda aylayotgani bu. Oxir. Xullas yana bir shuni ko'rsataylik sizlarga. Mana. Bunga kelayotgan bo'lsak, buni motoblok, buni bilasizlar, bu layda qarib tayyorlab beradi. Endi quyilayotgan joy, mana ko'ryapsizlar, shuncha quyilyapti, juda yaxshi. Eng kami 500 ta quyadi. Atak 1,5 ming ta 1200 tagacha quyib beradi ekan. Shuning uchun uyingizda to'proq bo'lsa, suv bo'lsa, ishingiz tez-tez bitadi. Bunda shapka, bunday payt shapka deymiz, shlyapada kelayapti, to'lqa quyadi. Bular palon yigitlar har layg'ishlar ko'tadi, simblokning ovurday vazni ovur. Ya'niki razmeri simblokdan sal maydaroq bo'lmasa, ovura kelayotgan bo'lsa, to'q mochni hozirgi paytlarda quyilayotgan layg'ishning, ya'ni ustalarga quydiring. Har xildagi yosh patsonlar, ya'ni talabalar quyib sal bunday qilib ketmaydi. Shuning uchun ishonerlar, mana shunga o'xshagan, Sherali o'xshagan ustalarning palvonday yigitlarga kelib quydiringizlar. Mendan olsangiz nasihat, ya'ni men sizlarga shu narsani aytib beryapmanki, bular yaxshi ishlaydi. Garantiya, o'zlariga ishonadi. Bu yoshlari ham misol 35 yoshda bo'lgan, bular serenni, misol hamma narsaga tushunadi, qanday qilish kerak, nima qilish kerak, qaytib ishlash kerak, qaytib qo'yish kerak. Ertangi orqasidan sizlar yana rahmat deb qo'yingizlar. Yana hamsiyalaringiz bo'lsa, rekomendatsiya qilasizlar, bular borib ishlaydi. Pastdagi nomerga telefon qilasiz, Sheraliboy Rahmatlaboy deb chiqadi. Bemalol telefon qilib zakasni qabul qilaverasizlar. Buna bu yerda yaqinroq kelamiz. Ya'niki bu yerda biz boshlashda shuni taylayib qo'y, opa. Mana shu qiyriq shaxtni shuna qilasiz. Mana javozni sevasiz. Lay jabishib qolmaydi. Pon quyilgandan keyin, preslangandan keyin shuni olib turib, ne qo'yishga udobno. Ostiga jabishmaydi. Ko'pchilik bir joy maydalanmaydi layg'ishning, bitib tartganingizda uguli sinmaydi, osti ko'chib ketmaydi. Как ostr ugul lezovada turadi. Shunday qilasiz, yoki qurg'on paytida tiyib ketsangiz, birinchiingizni qirib ketishi mumkin. Yaxshi, juda ham yaxshi qiladi. Endi to'proqqa kelayotgan bo'lsak, to'proqning ham har xili bor. Yana oq to'proq bor, muloyim, keyin haligidan qattiq hinja bor. Qizilroq, qattiqroq, kam sho'r ham bo'lishi mumkin. Ular yana bundan mo'shni keladi, baquvvat keladi. Bular zo'r sifati, oniki lekin quyish sal qiyinroq bo'ladi. Chunki kessak bo'ladi. Kessakda hinjani aralashtirish, narsa qilish qiyin. Mana shular bir ko'rsatamiz yana. Endi olib layg'ishlarni bir ko'rsatib o'taylik. Qarang, yaxshi quyilgan, sifatlari juda yaxshi. Men sizlarga bar narsani haqiqatni ko'rsataman, живой narsani ko'rsataman. Ya'niki живой degani o'rchasiga, o'zbekchasiga tiri bar narsani ko'rsataman demoqchiman-da. Shuning uchun harakat qilingizlar, telefon qilingizlar. Birin muammo chiqsa, Nabijon Nurmatovga telefon qiling. Jaqqa javob. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.